Bulung'urliklarga, qolaversa respublikamizdagi barcha saxiylarga kichikgina murojaatimiz bor. 2 farzandning onasini qutqarib qolishingiz mumkin. Videoni oxirigacha ko'ring. Do'stlar, bu videoni olishdan maqsadimiz mana shu bola onalarimiz. Mana shu bolani onalari. Kamol opamiz hali 36 yoshdalar, hali juda yosh. Bitta o'g'illari, bitta qizlari bor ekan. Buyrak yetishmovchiligi bilan kasallangan opamiz. Juda ko'p pul kerak, lekin imkoni yo'q. Hozir oilaviy uylarni ham ko'rsatamiz video davomida. Sharoitlar juda ham qiyin. Yosh oila, xo'jayinlari bor, xo'jayinlari ham taksi qilib pul topar ekanlar, ro'zg'orga ba'zan yetkazadilar ular ham. Bulung'urlik qolaversa, butun bizni taniyotgan, bilayotgan, eshitayotgan o'zbekistonliklar shu videoga befarq bo'lmanglar. Iltimos sizlardan qo'lingizdan kelgancha yordam qilinglar. Ana shu yigit xudo xolasa katta bo'lsa, shu saxiylardan bo'ladi inshaalloh. Saxiy boylardan bo'ling. Xudo xolasa. Ayangizni avaylab asraysiz xudo xolasa. Duo qilib turibsizmi ayangizga? Bitta duo qiling ayangizga. Qani. Sog'ayib ketsin, baxtimizga sog' bo'lsin. Karta raqamlarini qo'yamiz. Telegram guruh ham ochamiz xudo xolasa. Bulung'urliklar, yurtdoshlar qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddamiz. Shu oilani